Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Qaranglar buni. To'rtko'l tumaniga xush kelibsiz. Xudo xohlasa To'rtko'lga kiraverishda toza inshunday narsa o'rnatildi. Bu yerda yana To'rtko'l yozuvi. Shuni eldinda yana. Xudo xohlasa bugun 15 fevral 2026 yil. To'rtko'limizdagi yangiliklarni ko'rishda davom etamiz. Bu 2017 ya 2018 yillar oralig'ida qurilgan edi, adashmasam. Aniq biladiganlar bo'lsa yozib bersanglar yaxshi bo'lar edi. Bundan oldin bu yon tarafda To'rtko'l tumani degan yozuv bo'lar edi. Buni 2023-yilning yozida buzib tashladilar. Bunda hozir bu yerda To'rtko'l yozuvi, bu yerda esa To'rtko'l tumaniga xush kelibsiz yozuvi. Mana orqa tarafında oq yo'l. To'rtko'lda novi yangiliklar bo'lib turibdi degan odamlarga shu videoni tashlab qo'yasizlar. Videomizga bir like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. To'rtko'ldagi yangiliklarni tanishtirishda davom etaveramiz.